10-ci dərs C, Ç, Ş, J. 10-ci dərsdə biz şıngmolardan C, Ç, Ş, J qatarlıq 4 şıngmo bilan bir bütün oqildigan bo'g'imlardan C, Ç, Ş, J qatarlıqlarni o'rganamiz. Bu dərsdə öyrənməkçi bo'lgan 4 şıngmoning o'rtaq alaylıqı shuki, tilimizning uchini yuqoriga qartib talaffuz qilamiz. Shunglashqa biz bularni til oldi shingmo deb ataymiz. Endi oldi bilan shingmo J va bir butun o'qildigan bo'g'im J ni o'rganamiz. Birinchi parcha rasmda qizchaqning popayka to'qiyotgan ko'rinishi sizilgan bo'lib, popayka to'qishni xanzucha Jimoyi deb o'qiymiz. Biz Jimoyi deki J ni qisqa ham yenik o'qisak, bu dal shingmo J ning talaffuzi bo'ladi. Qani talaffuz qilib baqayli. J shingmo J ga yi ni qo'shib o'qisak, bu bir butun o'qildigan bo'g'im J bo'ldi. Bu bir ayrim bo'g'im bo'lg'achqa o'qiganda qattiq ham so'zibroq o'qiymiz. Birinchi parcha rasmning yenidagi J, Z va X dan iborat ikki harfdan tuzilgan bo'lib, bu yerdagi X harfini talaffuz qilishga bo'lmaydi. Bu X harfi bu yerda oldidagi harf bilan birikib, til oldi uzuk tovush bo'lib keladi. Agar men til orqa tovushi Z ni talaffuz qilsam, bu harfning keyniga hech qanday harf qo'shilmaydi. Ammo til oldi uzuk tovushi J ni talaffuz qilganimizda, bu harfning keyniga X harfini qo'shib talaffuz qilamiz. Ya'ni J. Bu ikkisining farqini esimizda tutib olaylik. Endi biz shingmo Ch va bir butun o'qildigan bo'g'im Ch ni o'rganamiz. İkinci parça rasmda bir kichik bolaning tomoq yeyotgan ko'rinishi sizilgan bo'lib, biz Chufan deki Ch ni yenik ham qisqa o'qisak, bu shingmo Ch ning talaffuzi bo'ladi. Qani, menga aytib o'qinglar. Ch shingmo Ch ning keyniga yi ni qo'shib o'qisak, bir butun o'qildigan bo'g'im Ch bo'ladi. Talaffuz qilganda qattiq ham so'zibroq talaffuz qilamiz. Ch, shingmo Ch, shingmo S va shingmo X dan tarkib topgan bo'lib, J bilan o'xshash. Endi biz shingmo Sh bilan mustaqil o'qildigan bo'g'im Sh ni o'rganamiz. Üçüncü parça rasmda bir shir sızılgan bo'lib, shirni xanzucha Sh deymiz. Biz Sh deki Sh ni yenik ham qisqa o'qisak, bu shingmo Sh ning talaffuzi bo'ladi. Qani, menga aytib o'qinglar. Sh shingmo Sh ning keyniga yi ni yozsak, bu mustaqil o'qildigan bo'g'im Sh bo'ladi. Mustaqil o'qiladigan bo'g'imlarni o'qiganda qattiq ham so'zibroq talaffuz qilamiz. Sh, shingmo Sh, shingmo S va shingmo X dan tarkib topgan bo'lib, J bilan o'xshash. Endi shingmo J bilan bir butun o'qildigan bo'g'im J ni o'rganamiz. 4-chi parcha rasmda kunning chiqayotgan ko'rinishi sizilgan bo'lib, kunni xanzucha J deb o'qiymiz. J ni qattiq ham so'zibroq talaffuz qilsak, bu shingmo J ning talaffuzi bo'ladi. J ni talaffuz qilganda til uchini yanada yuqoriga ko'taramiz. Qani, menga aytib o'qinglar. J shingmo J ning keyniga yi ni qo'shib o'qisak, bir butun o'qildigan bo'g'im R bo'ladi.
Çeçen toşqan. Ormanlıqda intayin kuchlik bir shir yashaydi ekan. U kuniga necha hayvonni yeydi ekan. Şuna ormanlıqdagi boshqa hayvonlar o'zlarining qachon yem bo'lishidan bek ansiraydi ekan. Bir kuni hayvonlar maslahatlashib shirning oldiga berib, o'zlariga cheqilmaslikni o'tinibdi. Shir hurkirab turib, "Bu talfonlar bek ahmoqlik bo'pti. Men sizlarni yemsam och qolmamdiman. Eng yaxshisi yavaşlik bilan menga yem bo'linglar. Chunki men degan hayvonlar podshohi" debdi. Shir hayvonlarning har kuni navbat bilan o'zining ishga oldiga kelishini aytibdi. Cho'shqa, bug'a, qo'y qatorliq hayvonlar bir-birlab kelib uningga yem bo'pti. Navbat toshqonga keldi. U bekordan-bekor o'lib ketishni xohlamabdi. U quduq tuvida o'ltirib biror chora topmoqchi bo'pti. Quduqdagi suvda toshqonning g'amkin chiroyi aks etibdi. Tuyuqsizla uning kallasiga bir xiyol keldi. U ushqandek yugurib shirning oldiga keldi. Bu chaqda shirning qo'rsqi ichib toza ochiqlanib turgan ekan. U toshqonni ko'ribla, "Nima, sen o'limtik amd keldingmi?" deb hurkirabdi. Toshqon hosirab humidib, "Hay shir alilari, meni yeyishga bek aldirab ketmisizlar. Avval mening so'zimga quloq solib, andan ta'mimni tetisizlar" debdi. Toshqon: "Biz aslida 6 aylan kelgan edik. Yana bir shir podshoh 5ni yeb bo'ldi. Sizlarga xabar yetkazish uchun meni qo'yib berdi" debdi. Shir nihoyat ochiqlangan holda, "O qaysi podshoh ekan? Meni chapsan boshlab bor" debdi. Toshqon oldida yugurib minibdi. Shir toshqonga ergishib, keyindan yuguribdi. Toshqon shirni quduq supisiga boshlab chiqib, quduq ichini ko'rsatib turib, "Qarsizlar, u quduq ichiga mukibdi" debdi. Shir darg'azab bilan quduqning ichiga qarabdi. Quduq ichida bir shir uningga tishlarini hingaytib, ko'zlarini chakchaytib, xiris qilib etibdi. Shir g'azabiga paylamay quduqqa itilibdi. Qo'lton qilgan ovoz bilan tang u quduqqa tushib, tunchiqib o'libdi. Toshqon taxlab, sakrab uyiga qaytib ketdi. Shuningdan keyin hech nimadan qo'rqmaydigan bo'pti. Boshqa hayvonlar bu ishni uqqandan keyin kelib toshqonni o'rib olib, xo'shalligidan naqsha aytib, usul o'ynashibdi.